Assalomu alaykum. Injirli konstruksiyasi fanidan. Demak, po'lat kolonnalar konstruksiyalash va hisoblash mavzusida amaliy mashg'ulot taqdim etmoqchimiz. Demak, buni amalga oshirishimiz uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ulardan foydalanilgan holatda amaliy mashg'ulotdagi masalalarni ishlash uchun foydalanish mumkin. Demak, inshootlarda bir yoki ikki qavatli binolar qurilib ishlatiladi. Bir qavatli binolar bir o'raliqli va ko'p o'raliqli bo'lishi mumkin. Binoni qarab olgan e, kompleks konstruksiya karkasli bino deb yuritiladi. Karkasli temir beton va ularning aralashmasidan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Karkaslarning materiallari texnik-iqtisodiy hisob orqali tanlanadi. Bir vaqtli metal karkasli bino konstruksiyasining chizmasi birinchi rasmda ko'rsatilgan. Demak, karkasli binoning konstruksiyasi chizmasi ko'rsatilyapti. Bunda demak ustunlar belgilanyapti, to'sin fermasi amalga oshirilyapti. Kran uchun ikki tasvirli to'sin, fermalar bog'lovchilari, ustunlarni yuqoridan bog'lovchi konstruksiya, ustunlarni bog'lovchi elementlar, bog'lam turuvchi moslamalar demak ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Markaziy siqilgan ikki tavrli profil ustun hisoblash uchun beriladigan hisob chizmasi poydevor betonning klassi bo'lib, uning uchun siqiladigan betonning hisobiy solishtirma va qarshiligi, tayanch taxtasining o'lchamlari, material konstruksiyasi, markasi, rusumli po'latdan yasalgan ustunga qo'yilgan bo'ylama kuch, ustunning balandligi, ustun og'irligini hisobiy yuklamasi, to'sin materialining hisobiy solishtirma qarshiligi, metall taxta materialining hisobiy solishtirma qarshiligi, konstruksiyaning ish sharoiti koeffitsiyenti va boshqa parametrlar amalga oshiriladi. Bu masalani ishlashimiz uchun quyidagi amallarni bajarishimizga to'g'ri keladi. Ustunni hisobiy chizmasi yuzasida keltirilgan, mana hisobiy chizmasini chizib olib, demak shu chizma orqali ustunni yuqori va pastki qismini sharnerli qilib mahkamlangan. Ustun tubiga beriladigan hisobiy kuchni quyidagi formula orqali aniqlab topamiz. Demak, hisobiy kuchni hisoblab topishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin ustun o'zagini hisoblash amalga oshiriladi. Ilovaning 5-jadvaliga qarab, egiluvchanlik va bo'ylama egilish koeffitsiyentlari deb qabul qilib, dastlabki kesimini aniqlaymiz. Talab qilinadigan kesim yuzasining hisobiy qiymatini quyidagi formula orqali aniqlash mumkin. Bunda demak hisobiy kuchni demak egilish koeffitsiyenti, hisobiy qarshiligi, ish sharoiti koeffitsiyentlaridan foydalanilgan holatda hisoblab topishimiz mumkin bo'ladi. Talab qilingan eng kichkina inersiya radiusi quyidagi formula orqali aniqlanadi. Bunda demak yuqorida qiymatlar asosida ilovaning ikkinchi jadvaliga yaqin bo'lgan qiymatlarni aniqlaymiz. Ya'ni ko'ndalang kesimi x o'qi bo'yicha inersiya radiusi, y o'qi bo'yicha inersiya radiusi bu qiymatlarga asoslanib 24-rusumli qo'sh tavrni tanlaymiz. Bulardan foydalanib sortament orqali demak qo'sh tavrni tanlab olganmiz. Haqiqiy egiluvchanlikni quyidagicha aniqlaymiz. Sortamentdan shivilli nomerini topganimizdan keyin haqiqiy qo'yayotgan shivillarimizni egilishga bo'lgan hisobiy qarshiligini aniqlab, inersiya radiusini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bundan keyin demak yuqoridagi qiymatlar asosida ikkinchi jadvaldan foydalanilgan holatda amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Ustun turg'unligini quyidagi formula orqali tekshirib ko'ramiz. Agar demak bu shart bajariladigan bo'lsa, ustun bazaviy hisobi, ya'ni ustun tayanch taxtasining yuzasini quyidagicha aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, betonning reaktiv bosimini quyidagi formula orqali aniqlab, uni demak ustun metal taxta tayoqchasiga 1 va 3 tomonga payvandlangan, 3 tomonlama payvandlangan maydon o'lchamlarini hisobini aniqlaymiz.
Demak, taxtachani aniqlaganimizdan keyin biriktirish usulidan foydalanilgan holatda amalga oshirilgan maydonchani hisobiy qiymatini aniqlaymiz va uni tekshirib ko'ramiz. Me'yoriy talablarga javob beradigan bo'lsa, demak, hisob-kitobda metall taxta maydonchasi har 1 santimetrga eguvchi moment va uchun betda 0,5 dan kichkina holat uchun quyidagi formula orqali aniqlaymiz. Bu orqali demak A nuqta va B nuqtada tushayotgan moment miqdorlari hisoblab topiladi. Maksimal moment bo'yicha metall taxtaning talab qilinadigan qalinligi quyidagi deformatsiya orqali aniqlaymiz. Ya'ni eng katta eguvchi moment miqdoridan foydalanilgan holatda aniqlashimiz talab qilinadi. Bu holatda demak hisoblangan qiymat ko'rsatilgan qiymat bilan solishtirib ko'rib, metall taxtaning qalinligi 22 mm deb qabul qilamiz. Demak, shu orqali agar shunday holatda amalga oshiradigan bo'lsak, tushayotgan barcha yuk miqdorlarini qabul qilish imkoniyatini yaratib beradi. Sinov uchun quyidagi savollarga demak yozma yoki og'zaki javob berish imkoniyati mavjud.